Assalomu alaykum. Hop, video darslik 2, ya'ni alifbo bo'yicha. Bu yerda biz ushbu qo'llanmadan o'tgan darsda birinchi darsni o'tgandik. Shu edi. Bitta takrorlab olamiz, ya'ni ullilar: a, o, yotiq o, u, i, i, ochiq e, yopiq e. Va undoshlar: ne, me, lere. Lerening qoidasi l harfi ikkita ulli orasida re o'qilardi. Va shu bo'yicha mana jadval, ya'ni undoshga ulli qo'shilsa doirani o'rniga tushadi. Mana jadvalni to'ldirib, pastdagi lug'atlarni o'qigan edik. Demak, ikkinchi darsimiz shu joydan boshlanadi. Bizda asosiy undoshlar, ya'ni o'tgan safargini davomi. Ya'ni mana bu ne, bunisi me va lere harflari edi. Endi bizda mana shu undoshlar ham bor. Ya'ni kg harfi td, pb, sh, chj, nig. Va har bittasiga to'xtalamiz. Demak, kg, siz mana buni 7 raqami deb o'rgangansiz. Shuni o'rtasini yozmaysiz va mana bu qoladi. Mana bu. To'g'riga pastga, to'g'riga pastga. Shuni husnixat qilsangiz, siz kg harfini o'rganasiz. Va katak ichida yozish kerak, albatta. Katak ichida. Iloji boricha kichikroq yozaylik. Shu holatda. Hop, bu tushunarli degan umiddaman. Keyingisi, hop, keyin tushundik. td. Siz mana bu ne harfini o'rgandingiz, mana tepasiga kaltakcha qo'yamiz mana. Ne harfi kaltakcha, ne harfi kaltakcha. Ya'ni katagni mana bu tomoni yo'q degan. Mana bu tomoni yo'q. Olib tashlasak mana bu qoladi. Shuni katak ichida yozishingiz kerak mana. Katak ichida xuddi shunday husnixat qilishingiz kerak. Kamida 2 qator, kamida 2 qator. Bo'lmasa undan ham ko'proq. Shunda yaxshiroq o'rganasiz. Demak, bu td. Qoidasi masalasida aytib ketay. Mana bu kg ikkita unli orasida g o'qiladi. Bunisi td, ikkita unli orasida d o'qiladi. Ya'ni lere bilan o'xshash. Lere bilan o'xshash. Mana bu l ikkita unli orasida re o'qiladi. Bunisi ham shunaqa, bunisi ham shunaqa. Demak, tushundik. Va keyingisi pb. Buni tushuntirish qanday? Siz o'tgan safar mana bu to'rtburchakni me deb o'rgandingiz, me. Ikki chetiga ustun qo'yaman mana. Bitta, ikkita. Mana bunday holatda. Xuddi shunday katak ichida yozishingiz kerak mana. Daftardagi katak bo'lsa, mana shunday holatda yozishingiz kerak. Bu bosma shakli, bosma. Yozmasi mana bunaqa bo'ladi, mana. Doirasi bu. Sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, shuni husnixat qiling. Xohlang tekis mana bunaqa qirrali, xohlang pastini doirasi bu. Bu ham qoidasi bir xil, ya'ni bu p harfi ikkita ulli orasida b o'qiladi. Qolgan paytlarda p. Xo'p, buni ham tushundingiz degan umiddaman. Keyingisi, hop, bizda mana bu sh harfi bor ekan. Buni o'rganish qanaqa bo'ladi? Hop, mana daftardagi katak 1 2 3. Deylik, mana bitta devor yiqilyapti. Yiqilmasligi uchun ustun qo'ydik. Devor yiqilyapti, ustun qo'ydik. Devor yiqilyapti, ustun qo'ydik. Xuddi shunaqa yozishingiz kerak mana. Pastga, o'rtasidan yana pastga. Xuddi shunday husnixat qilishingiz kerak. Endi klaviaturada, ya'ni kompyuter klaviaturasida yoki telefoningizda yozganingizda yoki shriftda mana bunaqa chiqadi, sal teparoqdan. Lekin siz o'rtasidan yozsangiz ham bo'ladi mana. Telefonda mana bunaqa, yozuvda mana bunaqa o'rtaroqdan. Farqi bor mana, tepasi bilan o'rtasini. Shu holatda. Lekin buni qoidasi boshqacha. Buni to'rtburchakka olib qo'yamiz. Buni qoidasi umuman boshqa. Ya'ni bu s harfi ikkita ulli orasida sh o'qiladi degan gap yo'q. Yulduzcha ham qo'yib qo'yaman. Buni alohida tushuntiraman. Ya'ni ikkinchi darsimiz sal ko'proq bo'ladi. Shunga 2 ga bo'lib video darslik tayyorlayman. 2 ga bo'lib. Ikkinchi bo'limida, ikkinchi qismida yaxshiroq tushunib olasiz. Hop, buni tushundingiz degan umiddaman, ya'ni seshni yozishni. Keyingisi mana bu chj harfi. Bu qoidasi quyidagicha. Ya'ni ikkita ulli orasida j o'qiladi. Bizda mana bu devor yiqilayotganda, yiqilmasligi uchun ustun qo'ygandik, o'sha narsa s harfi edi, to'g'rimi? Endi yomg'ir yog'ib ho'l bo'lmasligi uchun tom qo'yamiz mana. Ya'ni s ni yozib mana bunday qilsangiz bo'ladi. Bu yozma shakli, bosmasi mana bunaqa. Yana alohida to'xtalaman, qarang. Bu o'sha devor, ustun va yomg'ir yog'ib ho'l bo'lmasligi uchun tom qo'yamiz degani bu tushuntirish metodi. To'g'ri yozish lekin mana bunaqa bo'ladi. Deylik, daftardagi katak, mana ikkita katak. Mana to'g'riga pastga o'rtasidan. Xuddi shunday husnixat qilishingiz kerak. Bu yozma shakli. Bosmasi, ya'ni telefonda, kompyuterda, klaviaturada mana bunaqa chiqadi. Mana to'g'riga, pastga, o'rtasidan yana pastga. Xuddi shunday mana. Sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, xohlang mana shriftdagi, xohlang mana bu yozib ko'rsatganim. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, shuni husnixat qiling. Demak, chj ni o'rgandik, ikkita unli orasida j o'qiladi.
Va keyingisi mana bu nige harfi. Nige. Biz o'tgan darsda mana bu doirani osmon deb tushundik, ha? Ya'ni hop, ullilar uchta belgidan yasalgan edi. Osmon, yer, odam. Mana bu doirani osmon deb tushuntirdim. Endi bu doirani o'zi bitta undosh harf, ya'ni nige harfi bo'ladi. Nige. Qachon nige bo'ladi desa, qachonki bo'g'in pastida kelsa. Bo'g'in pastida kelsa. Bo'g'in nima? Qarang. Siz o'tgan darsda mana lug'atlar o'qidik deylik. Bola degani mana a, i. O'diring degani o, i. Daraxt degani namu. Bular bo'g'inlar. Mana bitta bo'g'in, ikkinchi bo'g'in, bitta bo'g'in, ikkinchi bo'g'in. Na bitta bo'g'in, mu ikkinchi bo'g'in. Nige harfi qachonki bo'g'in pastida kelsa, ya'ni mana shu joyda kelsa, mana shu joyda nige o'qiladi. Ya'ni pastiga doira yozsa mana ang, ing holatda bo'ladi. Mana ang, ing yoki mana ong, ing yoki mana nang, mung holatda bo'ladi. Qachonki pastda doira kelsa, uni nega o'qiysiz. Boshqa holatlarda u ulli harf bo'ladi. Ya'ni biz a harfini o'rgandik yoki o harfini yoki yotiq i, ya'ni ruscha talaffuz qilinadigan. Bular ullilar. O'zi yozilsa doirasi bilan yoziladi, talaffuzi yo'q. Ya'ni nigo demaysiz. A o'qiysiz, o o'qiysiz, ruscha i talaffuz qilasiz. Qachonki bo'g'in pastida kelsa, mana pastda doira, o'shanda nega o'qiladi. Ang, ing yoki ong, ing, nang, mung shu holatda. Shu joygacha yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Harflarni bitta takrorlab olamiz. Demak, KG ikkita unli orasida o'zgarar ekan. TD ikkita unli orasida o'zgarar ekan. PB ikkita unli orasida o'zgarar ekan. CShniki alohida dedim, shunga yulduzcha qilib qo'ydim. Buni ikkinchi qism videoda tushunasiz. CJ ikkita unli orasida o'zgarar ekan. Nega faqat bo'g'in pastida kelsa, nega talaffuz qilinar ekan. Va bu harflarning yozma bosmasi ham bor. Siz ko'rayotganlar albatta bosma, ya'ni kompyuterda yozilgan. Yozmasi masalan K harfi sal egilib yozilishi mumkin. Mana egilib. Lekin siz tekis yozavering. Tekis. Ya'ni to'g'riga pastga. Shu holatda yozaverasiz. TD bir xil, PB ni yozmasi mana bunaqa doirasi bor. Sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, shuni husnixat qilaysiz. CSh bir xil mana. Mana bunday yozsangiz ham bo'ladi. Xo'p, CJ ni yana aytaman, bu bosmasi, yozmasi mana bunaqa to'g'riga pastga o'rtasida. Mana, xuddi shunday holatda. Nega bir xil. Tepasidagi nuqtachaga e'tibor qilmaysiz, bu shriftda shunaqa chiqib qolgan. Lekin siz oddiygina doira qilsangiz bo'laydi. Demak, shu 6 ta undosh edi bugun o'rganadiganlarimiz. Endi bularni mustahkamlaymiz. Xo'p, hozir aytgan qoidalarim mana. O'zi koreys tilida o'zgaradigan undoshlar 6 ta. Xo'p, shuni 5 tasi ikkita ulli orasida o'zgaradi. Qaysilar desa, LR, KG, TD, PB, CJ. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Mana shu 5 tasi ikkita unli orasida o'zgaradi. Va 6-harf mana bu S. Buni qoidasi alohida, ya'ni sheyga o'zgarish qoidasi. Buni ikkinchi qism videoda tushuntiraman dedim. Ikkinchi qism. Demak, shu joygacha tushundik. Endi buni mustahkamlaymiz. Shu joyda lekin videoni pauza qilib, mana bu qoidani o'zingiz bir marta o'qib chiqsangiz yaxshi. Yoki alifboni bir marta daftarga bir qatordan yozib chiqsangiz ham yaxshi. Keyin yana darsni tugatib, yana qo'shimcha husnixat qilsangiz bo'ladi. Demak, bu yerda lug'atlar bor. Biz bu lug'atlarni o'qishdan oldin jadvalni to'ldirib olamiz. Qaysi jadval deyilsa, mana o'sha jadval. Mana sizga to'liq ko'rinyapti degan umiddaman. Bizda undoshlar bor mana K, N, T, L, M, P, S. Mana bu nega deb tushunamiz endi va CJ. Xo'p, yozib chiqaman. L, M, P, S, nega va Ch harflari. Bularga ulli qo'shiladi. Masalan, A harfi, O harfi, yotiq O, U, I, tikka I, ochiq E, yopiq E. Undoshga ulli qo'shilsa doiralarning o'rniga tushadi va endi kattalashtirib bittadan yozib chiqamiz. Va e'tibor qiling, bu bo'g'in yasalishi. Shuni o'rganishingiz kerak. Kga A qo'shilsa mana K, doiraning o'rniga tushdi. Ko, bunisi ham Ko, Ku, K, Ki, K va yana bitta K. Keyingisi N harfida mana Na, No, yana bitta No, Nu, Ni, Ni, Ne va yana bitta Ne. Xo'p, T ga A qo'shilsa mana Ta, To, To, Tu, Ti, yana bitta Ti, Te, yana bitta T. Keyingisi davom etamiz. Xo'p, L harfiga mana La,
lo, yana bitta lo, lu, li, li, le va yana bitta le. Endi me harfida. Hop, ma, mo, mo, mu, mi, mi, me va oxirgisi ham me. Va p harfida mana doirasini yozaman. Demakki yozmada doirasini qulay. Mana pa, po, yana bitta po, pu, pi, pi, pe va yana bitta pe. S'ga ani qo'shamiz. Sa, so, so, su, si. Endi mana buni shi o'qiysiz. Mana buni shi o'qiysiz. Yana aytaman, shi o'qib turasiz, ikkinchi qism videoda batafsil tushunasiz. Bu shi, shi. Xo'p, keyingisi s'ga e qo'shilsa se va yana bitta se. Va g harfi talaffuz qilinmaydi, shunchaki a ni o'zi yoziladi. Ikkita doira bo'lmaydi. A, o, yotiq o, u, i, e ochiq, e yopiq. Va oxirgisi xo'p, ch harfida mana. Cha, cho, yana bitta cho, chu, chi, chi, che va yana bitta che. Shu mana jadvalni tushundingizga umiddaman. Undoshga ullini qo'shib bo'g'in yasadik. Xuddi shunaqa jadval o'sha qo'llanmani keyingi qismida ham bor, keyingi betda. Faqat bu yerda joy boshqacha. Mana bu yerda ullilar bor. Masalan, a, o, yotiq o, u, i, e. Mana bu yerda undoshlar bor. Mana ke, ne, te, le, hop, me, pe, se, che bor. Hop, che. Bu yerda endi tepadan pastga qo'shilishi bor. Bittasini ko'rsatib beraman, qolganini haligiga o'xshash bajarsangiz bo'ladi mana. T harfini ko'rsatib beraman. Ta, to, tepadan pastga. Xolos, jadval shakli o'zgargan xolos. O'sha hozirgi yozganimiz bilan bir xil. Mana tu, ti, ti, te va yana bitta te. Shu holatda to'liq to'ldirishingiz kerak. Siz mohiyatini tushunib to'ldiring va yozish jarayonida birdaniga talaffuz qilib yozsangiz yaxshiroq. Endi biz mustahkamlash uchun seni qoidasi mana bu yerda bor, lekin buni ikkinchi qism videoda tushuntiraman. Hozirga bu kerak emas. Hozirga kerak emas. Biz lug'atga qaytamiz. Mana sizda lug'at bor. Demak, kengligi. K harfiga a qo'shildi k, l ga o qo'shildi ro. Nimaga? A harfi ulli, o harfi ulli. Demak, re o'qiysiz. Karo. Endi K harfiga e'tibor qiling mana. Shriftda mana bunaqa egilib yoziladi, lekin siz tekis yozaverasiz. Mana daftarga yozish ko'rsatib beraman. Qarang. K, ro. Buni yozsangiz ham hech kim xato demaydi. Mana birinchi bo'g'in K, ikkinchi bo'g'in ro. Demak, kartoshka K ga o qo'shildi ko, K ga u qo'shildi gu. Nimaga? O harfi ulli, u harfi ulli. Demak, g. Ko gu ma. Ko gu ma. Kartoshka. Oyoq. T ga a qo'shildi ta va bunisi ri. Ya'ni a harfi bilan i harfi ulli. Tari. Sher. Ya'ni bu hayvon, hayvon. Adabiyotdagi sher emas. S ga a qo'shildi sa, Ch ga a qo'shildi j. Nimaga? A ulli, a ulli. Demak, j o'qiymiz. Saja. Olxo'ri, olxo'ri. Ch ga a ni qo'shdik cha, T ga u ni qo'shdik du. Nimaga? A harfi ulli, u harfi ulli. Cha, du. Olxo'ri. Keyingi yo'l, yo'l. T ga o ni qo'shdik to, L ga o ni qo'shamiz ro. Nimaga? O harfi ulli, o harfi ulli. Toro. Dengiz. P ga a ni qo'shdik pa, T ga a ni qo'shdik de. A harfi ulli, a harfi ulli. Pada. Binafsharang. P ga o ni qo'shdik po, L ga a qo'shilsa r. Nimagaki o ulli, a ulli. Ikkita ulli orasida r o'qiladi. Pora. Joy yoki o'rin. O'rin. Xo'p. Ch ga a ni qo'shdim cha, L ga i ni qo'shdim ri. Nimagaki a ulli, i ulli. Chari. Ichmoq. M ga a qo'shildi ma, S ga i qo'shildi shi. Nimaga? Seni qoidasini tushuntiraman dedim, lekin hali S ga i qo'shilsa shi talaffuz qilinadi dedim. Demak, shi deb o'rganib turasiz. Mashida, mashida, ichmoq, mashida ichmoq. Demak, mana sizga xo'p 10 ta lug'at. Keyingisi mana qo'shimcha lug'atlar. Kattalashtiraman. Kapalak. N harfiga a qo'shildi na, P ga i qo'shilsa bi. Nimagaki a ulli, i ulli. Nabi. Tufli. K ga u ni qo'shdik ku, T ga u ni qo'shdik du. Nimagaki u ulli, u ulli. Ikkita ulli orasida de o'qiladi. Kudu. Oyoq degani hali o'qidik mana. Tari.
Buni o'rniga mana k ga o ni qo'shamiz ko, k ga i ni qo'shamiz gi. Nimagaki o ulli, i ulli. Kogi degani go'sht. Go'sht. Oyoq degan lug'atni o'rniga shuni ishlatsak bo'ladi. Ya'ni yangi lug'at. Kogi go'sht. Xo'p, qisqichbaqa. E'tibor qiling. S harfiga yopiq e qo'shildi. S va u harfini o'zi yozilyapti. S u qisqichbaqa. Shim. Shim. P ga a ni qo'shdik pa, ch ga i ni qo'shdik ji. A harfi ulli, i harfi ulli, paji. Chumoli. K harfiga e ni qo'shdim, yopiq e. K, m ga i, kemi. Agar yozishda k ga ochiq e ni qo'shib mi yozsangiz, bu xato. Bu xato. To'g'ri yozish kerak. Yopiq emi, yopiq e. Shunga lug'at yodlashda o'zbekcha yozib yodlamang. Ya'ni o'zbekcha deganim k harfiga e ni qo'shib, m ga i ni qo'shib mana bunaqa chumoli deb yodlamang. Bu xato. Ko'z koreyschasiga o'rganish kerak. Shunda yaxshi o'rganasiz. Bu xato. Bu xato. Davom etamiz. Oxirgi qo'shimcha lug'atlar. Avtobus. P harfiga o qo'shildi po, s ga i qo'shdik si. Posi, avtobus. Yostiq. P harfiga ochiq e qo'shilyapti. P, k ga e qo'shilsa g. Nimaga? E harfi ulli, pegi. Yostiq. Kepka yoki bosh kiyim. M harfiga o ni qo'shdik, ch ga a ni qo'shdik. J. Nimaga? O ulli, a ulli. Moja. Qo'shiqchi. K ga a qo'shildi ka, s ga u qo'shildi su. Kasu. Banan. P ga a qo'shildi pa, na, ne. Banan. Oxirgi 5 ta lug'atimiz radio. Buni re talaffuz qilsak ham bo'ladi, ya'ni radio deb ketsak ham bo'ladi, lekin l ga a qo'shilsa la, t ga i qo'shilsa di, la dio. O'chirg'ich. Ch ga i qo'shildi chi va u harfini o'zi. Chi u, g. Ya'ni u harfi ulli, e harfi ulli. Chi u g. O'chirg'ich. Kit, ya'ni baliq turi, katta baliq. Kit. K ga o ni qo'shdik ko, l ga e ni qo'shsak re bo'ladi. Nimaga? O harfi ulli, e harfi ulli. Kore. Kit. Xo'p, ota. A harfini o'zi, p ga o qo'shilyapti. Ikkita ulli orasida b o'qiladi. A bo. Ch ga i ni qo'shsak j bo'ladi. Ya'ni o harfi ulli, i harfi ulli. Aboji, ota. Va oxirgi lug'atimiz qurbaqa. K harfiga e qo'shildi k, bunisi kegu, ya'ni e ulli, u ulli. Keguri, qurbaqa. Shu holatda ikkinchi darsimizni birinchi qism videosini ko'rdingiz. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Albatta, videoni ko'rish davomida orasida bitta pauza qilib, mana bu 6 ta undoshni husnixat qilib, mana bu jadvalning mohiyatini tushunib, o'zingiz yana bir marta lug'atlarni takror o'qisangiz, ancha mustahkam bo'ladi. Salomat bo'ling.